Mana bugun mana shu yerga keldik, sudga chaqirgan, lekin chaqirgan soatida bular yo'q. Mana men kutib o'tiribman. Soat 10 da chaqiring, 10 ga yetib kelasiz degan, 10 da sud boshlanadi degan. Mana sud bo'lmayapti. Qani haqiqat? Qani? Hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miramonovich. Qani haqiqat? Buncha tuhmatlar menga ko'payyapti. Men gunoh ish qilmadim, tuhmat ham qilmadim. Qilmagan ishimni shunchasini menga tuhmat qilishyapti. Mana kutib o'tiribman, yo'q. Lekin jabrlanuvchi o'zi asli jinoyatchi. Jabrlanuvchi bo'lib o'tganlarga xabarni bergan, soat 12:30 da kelasizlar. 12:30 da bo'ladi, guvohlarlar yetalab kelinglar deb. Hurmatli prezidentim Shavkat Mirziyoyev Miramonovich, siz elning otasisiz, xalqning otasisiz. Siz chiqarayotgan qonunlarga faqat jinoyatchi bo'lmasdan turib, jinoyatchilikka ruju qo'yayotganlar bo'yin egish kerakmi? Yo jinoyatchi bo'lib turib, jabrlanuvchi bo'lib o'tayotganlar tarafga o'tib ketayotganmi ekan bu chiqarayotgan qonunlaringiz? Adolat, haqiqat qaror topishini so'rayman. Hurmatli O'zbekiston Respublika prezidenti, xalqning otasi, bizning otamiz Shavkat Mirziyoyev Miramonovich, iltimos haqiqat, adolat qaror topishini so'rayman. Men jinoyat sodir etganim yo'q. Men davolanishga bordim. Operatsiya qildirdim oyog'imni. Lekin vatandan, O'zbekistonimdan, xalqidan va hokimiyatdan pul talab qilmadim-ku. Meni davolatib qo'ying. Men shuncha yil rahbar bo'lib ishlab shuncha yordam berdim. Meni yurib ketishimga sababchi bo'linglar. Nogiron holatda turibman. Aslida nogiron holatiga sizlar solib qo'ydinglar, ustimga traktor haydab borib, kechqurun yarim tunda demadim-ku. Talab qilmadim-ku. Meni aybim nima? Borib chet mamlakat blogerlar yordam berib, operatsiya qildirib, o'zimni o'g'illarim, qandosh urug'im yordam berib, pul yig'ishib, operatsiya qildirib, oyoqqa turgizib qo'yganimi aybi? Aybim to'lab qo'ygan puli kuyib ketmasin deb zudlikman borib operatsiya qildirib, mana oyoqqa turganimmi? Meni aybim nima? Meni aybim aytmagan gapimga iqror bo'lgin. Men sudyaman, men prokurorman, bo'yningga olishing kerak degan yerlarni bo'ynimga olmaganimmi? Meni aybim nima? Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, agar ayb ish qilib bo'lgan bo'lsam, sizdan, el xalq yurtdan kechirim so'rayman. Lekin tuhmat qilayotgan insonlardan emas va mana shu yerda turgan sudyalardan emas, sizdan kechirim so'rayman. Bilmasdan sog'lig'imni o'ylab, bola chaqamni o'ylab, ikki yoqlab yurib ketishimni o'ylab, shu chet mamlakatga ketib o'rganim. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miramonovich, iltimos amaliy yordam berib chiqarayotgan qonunlaringizga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Iltimos, men o'zimni yog'imga o'zim qovurilib yuribman. O'zimni kunimni o'zim ko'ryapman. Lekin davlatimga, vatanimga xiyonat qilganim yo'q-ku. Qonunni buzib chetlab ketib o'rganim yo'q-ku. Sog'lig'imni tikkalab bering deb, u sog'liq vazirligiga bu yoqqa, u yoqqa yugurdim, banisalarga yugurdim. Lekin hech kim yordam bermadi-yu menga. Nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak, hurmatli prezidentim? Iltimos, mana shu noqonuniy ishlar qilayotganlarga qonuniy chora ko'rishingizni va menga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miramonovich, siz xalqni yana bir marta aytaman, elning, yurtning otasisiz. Chiqarayotgan qonunlaringizga faqat oddiy faqir fuqarolar bo'yin egmoqda, lekin qonunni buzib, men jabrlanuvchiman deyotgan insonlaringiz bo'yin egmayapti. Lekin jabrlanuvchi aslida menman-ku. Hokimiyatlarda, mahallalarda haqoratlab, turtib, urib ketganini men yozganim yo'q-ku. O'sha mahalla cho'loq edim. O'sha mahalla cho'loq bo'lib yurardim. O'sha mahalla sahirim, o'sha mahalla dalillardan patolog bo'lib yurardi. Mana Arnasa tuman Jizzax viloyatining banisaxonalaridan so'rang. Toshkentning banisaxonalaridan so'rang. Men qanaqa qilib yurganimni. Lekin men dori, sen kasalsan, meni ich. Men dori yegin. Men sen yurib ketgin. Mana hassa senga, hassang chirib ketibdi deb bir inson yordam bergan yo'q. Hurmatli prezidentim, e'tibor berishingizni so'rayman.